Күнді бір капам психика өгінәйлі сәйіпсініңкі еңі саныны көңіл арамалағы сұнмақчымын. Яқтырып аңлағайсылы. Юшырын аң әргізме ялған сөздімейді. Bir ana rak kesilinin ahırkı baskıçığı berip qaptı. Kızı intayın azaplanıptı. Her qitim apsını elip doktorxanaga bağanda kızının köңlüne aytı bir aram bulup haqiqiy kesellik ahvalını faqat da diyenmeydi ekan. Şunun bilan o her qitim apsıga təsəlli berip, "Xatirjam bol. Doktor seni tezli yaxşı bolup ketdi o" deydi. "Sen saqaygandan keyin biz doktorxanadan chiqib ketamiz" deydi ekan. Apsı ölüp ketipti. O ölüp ketiş aldıda kızının kolunu tutup durup, "Köңlüni yerim qilma. Men allıburun mushundaq bir kunning kirdiqaligini bilatdim" depti. Yoshurun ang degan zodi nima? Parishon bo'lgan qiz o'zidagi yoshurun angning allıburun bu uchurlarni apsiga bildirib bo'lganligini bilmaydi. Har qitim u yaxshi niyatdagi yolg'on so'zlari bilan apsini aldab, uning salomatligining asliga kelalaydiganligini aytgan vaqtda, uning qalbidagi haqiqiy ovoz "Men sening saqaymaydiganligingni bilaman. Men sana qiyonmayman, ammo buni deyamayman. Men buni e'tirof qilishni xohlamayman" deydi. Shuning bilan u apsining ko'nglini yasab gap qilgan bo'lsa-mu, ammo eng oxirida apsi uchun qilib bera oladigan ishlarni qilgan. Ana garchi aniq javobga erishamasa-mu, qizining yoshurun eni o'rlashtirgan ishlardan o'z kesilining haqiqiy ahvolini bilib olgan. Ondan eng oxirgi shu so'zni qilgan. Biz bu yerda yoshurun angning nimaligini bilib olaylik. Eng dastlab yoshurun ang ta'limotini o'tirib qo'ygan kishi Avstriyalik psixolog Freud. O yoshurun ang inson psixikasining asosi bo'lib, ang kontrolligidagi ba'zi psixikalik mazmun va psixikalik jarayonlarni o'rlashtirdi deb qaraydi. O ang bilan yoshurun angning munosabatini mustaqil o'xshatib tushuntirib mundaq degan. Kishilar bilgan ang suyuzda ko'rinib turgan muz tog'ning bir qismi. Ammo mangu suv ostida saqlanib turadigan zo'r bir qismi bo'lsa, garchi ko'zga ko'rinmasa, ammo muz tog'ning asosidan iborat. Odamdagi yoshurun ang dal shunga o'xshaydi. Qalbda bo'ladi, ruhni kontrol qiladi. Oddiy qilib aytganda, yoshurun ang asli odamda bor bo'lgan, ammo ishlatilmagan iqtidor. U odamning ibtidoiy hayojini, har xil qobiliyat bilan munosabatlik bo'lgan orzularni o'z ichiga oladi. Uning eng chong alohidaligi yolg'on so'zlamaslik. Yoshurun ang mangu odamning qalbining cho'nqur qatlamidagi haqiqiy ovozdan iborat. Xo'sh, undaq bo'lsa, bu yerdagi yoshurun ang zodi qanday shakllangan? Psixologiyada yoshurun angning shakllanishida tövandagidek bir qancha bosqichlar bor. Birinchisi bo'lsa, angning takrar g'idiqlishidan shakllangan yoshurun ang. Bir ona bolaga rasm qo'rashtirib o'ynashni o'rgatibdi. Ammo bola har qancha tirishibmi loyihalangan rasmni yaxshi qo'rashtirolmabdi. olmabdi. Terikib ketgan ona bolasiga vaqirabdi. "Sen nimancha död? Shunchalik oddiy rasmni qo'rashtirolmading?" Keyingi qitim onasi boladan bu rasmni qayta qo'rashtirishni talab qilibdi. Oldingi qitimdagi tanqid bo'lg'achqa bola bosh oxirini moslashtirolmay yana qo'rashtirolmabdi. Onasi yana tillabdi. Natijada bu bola qandoqli ishga yo'liqmasin, hamisha o'ziga "Men bak död, cho'qim yaxshi qilolmayman" deydi ekan. U oxiri hech qanday ijodchonligi yo'q, o'zini kamsitadigan bir bolaga aylanibdi. Ikkinchisi, angsiz paytdagi kuchli g'idiqlanishdan shakllangan yoshurun ang. Bir odam g'alit kasalga giribtor bo'lib qoldi. U suvga tushib o'ziga peyta atishib qoldi ekan. Nurg'un doktorxonalarga berib ko'rinibdi, ammo doktorlarning hammasi kasallik sababini tepib chiqolmabdi. Keyin bir odam uningga psixik doktorga ko'rinib beqish taklifini beribdi. Psixik doktorning gipnoz qilib davolashi orqali uning pey tatib kelishining sababi uning kichik vaqtida suvga tushib ketganligidan ekanligi aniqlanibdi. Ammo bu ishni bu odam unutib qolgan ekan. Psixik doktorlar nurg'unlagan aniq bo'lmagan g'alati kasal amaliyotda ongsizlikdan shakllangan yoshurun ong bilan munosabatlik ekanligini bayqagan. Xo'sh, qadrli tanishlar do'stlar. Bugungi mazmundan balkim nurg'un do'stlar yoshurun ong haqidagi o'zi burun his qilib boqmagan, burun bilinmagan ba'zi nuqtalarni yaxshi tushunib olgan bo'lishi mumkin.